Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Croxplay. Bugun biz Asmir Tower o'yinini o'ynaymiz. Juda ham zo'r o'yin bu. Quloqlarga dam beradigan kun bugun. Ovozni ko'tarib qo'yamiz va sal ovozim past chiqayotgan bo'lsa, ahamiyat bermaysizlar. Chunki ovozni juda ham baland qilib yubordim. O'sh qaydimi? Ha, bo'pti. Xullas, qaranglar. Eshityapsizlar? Maksimal qilib beraman ovozni. Nima ketdi? Maksimal qilishga harakat qilaman. Slime'larning ovozi menga juda ham yoqadi bu ovoz. Klaviatura. Klaviaturadan bezillaganman. Ko'nglimga tekkan klaviatura. Slime'lar vashi yoqadi ovozi menga. Bundan yoqadigan narsa voy. Eshitinglar. Zo'r ovoz bular, qaranglar. Menga eng yoqqan ovoz shu. Shunaqa, mana shunaqa qaqillab nima bo'ladiganlar ovoz menga yoqadi. Shuning uchun Asmirda o'ynayim keldi. Ha, aytgancha bu yerda teleport bor ekan. Agar tushib ketadigan bo'lsangiz, qaytib chiqarib qo'yaman. Qaytdan yiqildimmi? Va ovozni qaranglar. Yani zo'r ovozlar. Yo. Ana ovoz bo'lgan bo'lsalar, ana yangi nimadir olganda ular salafan bo'ladi, ashindan chiqadigan ovozlar. Buklasa ichlari. Ovozlar qaranglar. Ovoz smashi, ovoz haqiqiy zo'r ovoz ekan shu. Bu yerdan ham o'tamiz. Endi mana bu yer, xo'sh. Mana endi ovozni eshitinglar. Haqiqiy ovoz mana, qaranglar. Chet qoldi. Zir. Xo'sh. Hozir ko'rasizlar, ovozni. Zo'r ovoz shu. Eng yoqqan ovoz desa ham bo'ladi. Eng yoqqan emas, eshitinglar. Voy, mana bu ovoz ham cho'tki. Jahan ochadigan ovoz. Juda ham reallikdan olingan bu ovozlar hammasi. Bu nima edi nomi? Esimdan chiqib qoldi. Popitmidi, shunaqa. Shunaqa nom bor edi, adashmasam. Bunday qilib oladi. Bunday qilsam yaxshi. Xo'sh, endi o'tishda davom etaman. Yo'q, sal qoldi. Sal qolmabdi. Boshqa o'taman, o'g'ashaqcha. Voy. Nima bo'lyapti? Unutmayman nimada. Voy, bitta o'tib ketdim lekin. Ha, buni bunaqa o'ynadim. Shuning uchun beryapman. Nima bo'lyapti? Bunda ovoz eshitmoqchi bo'lsa, sakra o'tish kerak ekan. Oddiy klaviatura. Ishlamas. Mana bu klaviatura lekin chiqarlaganda ham boshqacha chiqarlaydi-da ular. Mana bu dumplings. Adashmasam shunaqa edi nomi.
Manimcha degan xitoychasi. Mana boyagi ovoz juda ham ajoyib. Yana shu pulpit va voy zo'r qavat yeganlik. Eng zo'r qavat desam bo'ladi. Eng zo'r qavat nasib lekin mana buni qaranglar. Ovoz to'tki. Ovoz baland qilib olib eshitish kerak. Shundoq ham baland turibdi meniki. Aytsam. Silishkim baland bo'lib ketadi. Shuning uchun men ozgina general bilan generalda bunday qilib qo'ysak, muzikni o'qib ko'ramiz yaxshi. Serialda o'zini ovoz yoqmadi. Mana bu ovoz yoqdi-yu. Shu ovoz yoqmadi menga. O'rtadagi nima bo'lyapti? Klaviatura. Yo'q, bu yerda samarada. Voy. Ya, bular yoqmadi buncha. Hate qilmoqchi emasman, lekin naylar aytishga majburman. Balki sizlarga yoqar, menga yoqmadi, lekin yana nima bo'lyapti? Ko'p yiqilyapman, lekin o'tgan safar umuman yiqilmagan. Amal. Ozgina qolgandan yiqilib qoldim. Ana bunday qilib o'tishim kerak ekan demak. Oxirgacha yiqilmasdan chiqib beraman. Lekin oxirgacha ancha bor, lekin urinib ko'raman oxirgacha yiqilmasdan, umuman yiqilmasdan chiqishga. Va cho'tga ovoz tashlab. Va oxirida keyboard escape'da Uzbek Heaven'dan bitta o'yinchi topamiz va o'shga yana bitta 3x trading beraman. Videoning oxirida faqat. Voy. Oxirida yana yiqilib tushdim. Demak, oxirgacha yiqilmasdan chiqa olmas ekanman. Silishim kichkina-da, pastga chiqishga emas. Iloji boricha tezroq chiqish kerak ekan demak. Sakrab. Qaranglar, silishim pastdan. Sekin chiqamiz endi. Ko'raman, menga farqi. Va nihoyat o'tib oldim. Voy. Boyagidaqa ovoz yashildaydi. Voy. Bo'ldi. 5 minut gapirmasdan chiqaman. Qayerga chiqaman?
Yo'q, gapiraman ekan. Gapirmasdan video olib bo'lmaydi. To'g'ri. Gapiraman. Qizilga ham yetib keldik. Qizil adashmasam juda qoldi. O'ta oz qoldi, juda ham. Iyi. Hadi ko'rmay qoldim. Uzr. Jetpack bilan mana bunaqa narsa bor ekan. Nima edi bu? Ko'ramiz. Grappling hook. Ilgak. Grappling ilgagi jetpack. Yaxshi. Nega olmayman hozir. Xo'sh, mana bu. Mana shu o'zan zo'r. Bulardan o'tishdan ko'ra yeyish yaxshi. To'g'ri-da, lekin. Bu g'alati nimadir siqsa keladigan ovoz kelyapti bundan. Voy. Nimaga qoldim? Qizimga tegib qoldim. Tegmadim-ku. Tegmadim unga. Qaraylar. Voy, yana yiqilib tushdim. Tegmagan paytim yiqilib tushyapman. Yiqilmagan paytim tegib ketib qolyapman. Bu yer endi qora bo'larkan. Qoradan qilib nima kerak bor ekan. Mana bu ovozni ham yaxshilab eshitdinglar. Tushib ketib qoldim, uzr. Boshqatdan. Ajoyib, zo'r. Yoqdimi ovoz? Vah, bu qaranglar. Ana shu ovozni eshitib ishtaha ochilib ketishga emasdi. Mana bu yerda ham. O'zim ham ishtaham ochilib ketdi. Endi ikkinchi olam bor ekan. Asmir of Hell bor ekan bu yerda. Ikkinchi olamga o'tib ko'ramiz. Xo'sh, keyingi videoga treyler qaranglar. Treylerni zo'ri. Spoilermi bu? Bilasiz. Bo'ldi. Xo'sh, xullas, bugungi video shundan iborat edi. Shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, izohlarga nickingizni yozib qoldirishni unutmang. Sababi sizlarga ham sovg'a berishim mumkin. Treadmill va men esimdan chiqib qolibdi. Videoda aytdim, men treadmill beramagan dedim va oxirgi videoning kommentariyasiga kirsam, bitta brat yozgan ekan nomini. Hozir shu bratga beraman. Xo'sh, gift nomi chiqsa bo'ldi sholib. Hammasi ketdi. Redek. Yo'q, Redek emas ekan. Redok 22. Shunik. Mana shu brat, agasmasam shu brat bo'lsa, mana ketdi. 1 2 3. Xo'sh.
Mana tashlab berdik. Men so'zimni sizdan chiqaman, beraman dedim va hozir berdim. Mana bu yerda Shahruz 2015 boyagi video, o'tgan videodagi odam. Train etgan odam. Xullas, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib obuna bo'lishni esinglardan chiqarib qo'ymanglar.